Amerika zontoning bexatarligini har vaqt qo'g'daydigan alohida vazifa idorasining zodi qanday tashkilot ekanligini bilamsiz? Sinchaq salonning ko'rmalari yaxshimisizlar? Bugun biz Amerika alohida vazifa idorasi to'g'risida to'xtalib o'taylik. Badani bilan o'qni turishdan boshqa buning ichida yana qanday qarapan texnikalar bor. Amerika alohida vazifa idorasida yangi odam qabul qilgan chog'da qabul qilmoqchi bo'lganlarga alohida talab qo'ydi. Ularning aqliy qobiliyati odat kishilardan yuqori bo'lishi kerak. Ular alohida vazifa idorasining barliq talabiga yetgandan keyin Amerikaning zonton qo'g'duvchilari mo haqiqiy dunyoga keladi. Nihoyat bir vaqtlarda Amerikaning zonton qo'g'duvchilarining vazifasi ig'ir edi. Ular zonton va uning oilasining himoyachisi bo'ladi. Ya'ni atalmish fuqarochi kiyingan qo'g'duvchilar. 1860-yildan ilgari Oqsaroyda faqat mushi darajadagi qo'g'duvchilar bor edi. Biror jiddiy ahvol yuz berib yordam berish to'g'ri kelsa, Oqsaroy Washington soqchi idorasi bilan Amerika harbiy tarafdan bir turkum soqchilarni yig'adi. Amerika zonton tilga olgan kishilar buni intayin go'zal kesib tatmoqchi. Bizning qarashimizcha u Amerika siyosiy huquqining markazi bo'lib qolmay, shuning bilan vaqtda yana yadro knopkasini tizginlaguvchisi. Lekin Amerikaning tarix bobida biz Amerikada jami 9 zontonni qaslab o'ltirganligini bayqaymiz. Buning ichida 4 odam hozir bu dunyoda emas. Ularning ismi Abraham Lincoln, James Garfield, William McKinley, John Kennedy qatorliqlar. Agar uningga qaslab o'ltirish tizimiga kirgizilgan ekan, taliga taynab qutulib qolganlar qo'shilsa, 43 nafar Amerika zontoni ichida bu kishilar vazifaga o'ltirgan mezgilda qaslab o'ltirilish xavfi mavjud bo'lish mumkinchiligi 9% ga yetgan. Shunga ular zontoning qo'g'duvchilik xizmatiga ahamiyat berishga majbur bo'ldi. Shu ochiq savoqlarni boshdan kechirgandan keyin hozir Oqsaroyning amallik saqlash sistemasi qaysi darajada? Amerika zontoni atrofidagi alohida xodimlarning amaliy kuchi qanday saviyaga yetgan? Asosiy sonliq ma'lumotlardan qaraganda bizning davlat tantarbiya saroyi qushchangisi taxminan 5 Oqsaroyni sig'dira oladi. Undaq ancha cho'ng bo'lmagan joyda xizmat o'rnini chingtiradigan yer yuzi amallik saqlash kuchilar 10 mingdan oshadi. Agar bu odamlarning qurilish ko'lami 5100 ga yetadigan Oqsaroy qo'ysa, o'rta hisob bilan 1 kvadrat metr doira ichida 2 odamni o'rnashtirgan bo'ladi. Bu Oqsaroydagi zontoni qo'llashga mas'ul kishilar Amerika alohida idorasidan keladi. Biz ba'zi ko'rinishlar orqali Amerika zontonining yendiki qo'g'duvchi alohida xodimlarning 10 necha odam atrofida ekanligini ko'ramiz. Lekin amaliyotda Amerika alohida vazifa idorasida haqiqatan 6500 dan ortiq alohida xodim bor. Hozir alohida vazifa idorasida taxminan 3200 dan ortiq rasmiy xizmatchi bor. Bu kishilar to'p ichida forma kiyguvchilar va fuqarochi kiyinganlar bor. Bir kun ichida ularning zontonining yanida turgan vaqti 18 soatni ishib ketadi. Uning ustiga ularning yana hammadan ustun turadigan badan saposi va inkas qaytarish iqtidori bo'lishi kerak. Chunki xatarlik paytida aholini tizdan ko'zlab, ahvol qarta qutqizish inkosi bildirish kerak. Ham ularga o'zining badan orqali zontoni jon tikib qo'g'dash talab qilinadi. Bugungi kunda Amerika zontoni va uning oilasining bexatarligiga odatda Amerika Federatsiya alohida vazifa idorasining alohida xodimlar boshqarmasi mas'ul bo'ladi. Bu bo'limda har vaqt oz deganda necha ming odam Amerika zontonining bexatarligini qo'g'dab turadi. Bu sirliq o'rin Amerika zontonining jo'risi uchun umrlik bexatarlik qo'g'dash tadbiri tuzib beradi. Bu alohida xodimlarning asosli vazifasi nima? Biz ilgirki Amerika zontoni Obamani elib kelsak, Obamaning qo'g'duvchisini bir qancha qatlamga bo'lishga bo'ladi. Eng ko'zga chiliqligini uning yaqin qo'g'duvchisi. U amaliyotda Amerikaning Zaytun top komandasidan chekingan bir niger topchi. Bo'ybasti cho'ng bo'lib, egizligi 1.96 metr keladi. Uning ustiga intayin zirak. Obama hokimiyat yurgizgan mezgilda uning asosli vazifasi har kuni 18 soat Obamani qo'g'dash. Tasodifiy voqealarni mukammal bartaraf qilish. Zo'ri topilganda Obama uchun o'qni to'sishdir. Shunga Obamaning keyindan doim uning simasini uchirtamiz. Udel Rizli. Kishilarning qarashicha uning mavjudligi Obamaning birinchi xonimi Michelnikidan yaqin ekan. Uning boshqa kishilarning diqqatini eng tortadigini Amerika alohida vazifa idorasi alohida xizmat boshqarmasining qo'g'duvchilari ekan. Ular taxminan 300 odam bo'lib, har bir odamning kelish tarixi oddiy emas. Ular taxminan 300 odam bo'lib, har bir odamning kelish tarixi oddiy emas. Ular qatlama-qatlam tanlangan sarxillar bo'lib, ularning rizliga o'xshash alohidaligi bor. Masalan, kuchlik badani, o'tkir tafakkuri va tasodifiy voqealarga taqobil turish iqtidori. Odatda qisqarib aytganda, ularning kiyinishi ko'pincha sovuqqina kostyum bo'ladi. Galstuk bo'lib, zo'ri topilganda podislar ishtiga o'xshash fuqaroch kiyinib yuradi. Keng doiradan qaraganda Obamaning 3-qatlam qo'g'duvchisining kelish tarixi bir qadar oddiy. Ular Amerika Federatsiya tekshirish idorasi FBI bilan alohida vazifa idorachilaridan tashkillangan. Zo'rur topilganda soqchilarimiz ularning xizmatiga hamkorlashish kerak. Mana bu Amerikaning zontonining bexatarligini qo'g'dash uchun alohida qurib chiqqan kuchlik sistemadir. Bu alohida xodimlarning sirtqi ko'rinishini sirt, ularning ta'minoti xeli yuqori. Ular alohida vazifa idorasiga a'zo bo'lgandan boshlab ma'muriy amaldorlarga o'xshash maosh olgandan sirt, har yili yana 25% dan yuqori yillik mukofot puliga erisha oladi. Amaliyotda bu kishilarning qo'g'dishi bo'lsa yetarli emas. Chunki Amerika zontonining yana bir cho'ng quroli bor, ya'ni zonton maxsus avtomobili. Bu xil qaramtul mashina intayin og'ir. Uni og'ir tipli tanklar bilan tang o'rin qo'yg'il bo'ladi. Mayli choq deriza yoki avtomobil gavdasi bo'lsin, hammasida qilin o'q o'tmas taxta bo'ladi. Zonton o'ltirgan o'rinning ustun qismidagi materiallarni o'q o'tkazmaydi. Albatta bu mashinada zonton qo'g'duvchilarning o'rni bor. O'xshamaydigan zontonning maxsus o'rni bilan shofirning o'rni ayirib etilgan. Oshkor uchurlardan qaraganda bu bo'shliqqa qatlanadigan o'rindiqdan 3 ni o'rnashtirgan bo'lib, bu o'rindiqlardan hammasini ochganda 6 odam o'ltirishga bo'ladi ekan. Diqqat qilishga arziydigani shuki, bu o'rindiqlarning yo'nalishini zontonni kuzatish uchun bo'lmasdan, balki avtomobilning keyindagi aynakdagi ko'rinishini kuzatish uchun ekan. Buni laylash kishilarning avtomobil orqasidagi ahvolni aniq ko'rishiga qulaylik yaratib berish uchun bo'lishi mumkin. Zontonning maxsus mashinasida bulardan boshqa yana turli qutqizish qurollari bor. Ya'ni eng nachar ahvolda zontonning maxsus mashinasi vayron bo'lgan taqdirda qo'g'duvchilar bu aslahalardan foydalanib, zontonning o'limidan qutulib qolishiga yordam
bera oladi. Anglashlarga qaraganda Zongtongning maxsus avtomobili ichida yana kichik tipdagi avtomat va yosh oqqizish bombasi bor bo'lib, buningga yana qo'g'duvchilarning qattiq yadroliq mashg'ulot qo'shilsa, nazariya jihatdan aytganda yakka harakat qiladigan hujum qilg'uchiga tamoman taqobil turg'ili bo'ladi. Shundaqla belgili ko'lamdagi tuyuqsiz hujumga taqobil turg'ili bo'ladi. Qaramoqqa bu jon saqlash vositalari yetarli bo'lgandek ko'rinadi. Lekin Amerika yana bir vositani qo'shib qo'ygan. Materiallarga asoslanganda Amerika Zongtongga har qatim sirtqa chiqqanda, uning avtomobil atritining sepi odamni bizar qilg'ida ko'p ekan. Yeni butunlay o'xshash bo'lgan 12 Zongtong mashinasi bir vaqtda ayriladi ekan. Amerika Zongtongga o'tirgan avtomobildan boshqa avtomobillarning roli faqat yamchik bo'ladi ekan. Yuqoriqilar sinchiq salonning bugungi mazmuni. Mazmun yarg'an bo'lsa, yulduz belgisini besib qo'yishni unutmang. Kelarki sani ko'rishaylik.